Aqldan olish mumkin. Shuncha vaqtdan so'ng yana shu qishloqqa qaytib keldim. Ha, Mason bor vaqtlari bu yerda ancha yashab qolgandek. Uy ham eskirib ketibdi. Ishongim kelmaydi yana shu yerda yashashimga to'g'ri kelishiga. Okey, bu yerda hech bo'lmasa bitta do'stim qolgan, qolganlarni esa tanimayman. Balki miram o'shadir. Hoy, uyda kimdir bormi? Ha, sen qanaqasiga qaytib keldingmi? Ha, qaytib keldim. Qoyil nima bo'ldi o'zi? Yur, men senga uyingni ko'rsataman. Uyimni? Ha, yur. Okey. Ketdik. Senikida biroz dam olsak bo'lardi. Yo'q, senga uyingni ko'rsatishim kerak. Qoyil, davay, ko'ramiz qanday bo'lgan ekan uyimga. Uyingga hech narsa qilmagan, shunchaki ko'rsatmoqchiman. Shunchaki, shu yerda qolishing mumkin. Meni uyimda bo'lishing mumkin emas. Chunki hamma yoq rasvosi chiqib yotibdi, uyalaman. Tak, stop. Uyimni kalitimi? Uyimni kalitini shuncha vaqtdan beri o'zing bilan olib yurganmiding-da? Mana shunday surpriz qilib kelib qolishingga bemalol kiraver. Mashinam ham joyida turibdi. Jitlar olib ketib qolishadi deb o'ylaganim. Hoy, Steve. Tushunursan, Steve yetib qoldi. Mayli. Tak, lekin mashinam joyida turgani bu juda ham yaxshi. Menga Mason eslatib turadi. 8 yil o'tdi o'sha vaqtlardan beri. Men ham asta-sekinlik bilan qarib qolyapman. Mayli. Hamma yo'qni rasvosi chiqib yotibdi. Svet ham yo'q, chiroq ishlamayapti. Elektr energiyasi bu yerda albatta yo'q bo'ladi. Shuncha yildan beri o'chirib ketishgan, gaz plita hammasi xuddi ketgan kunimizdagidek. Mason voyaga yetdi va uni shaharga olib borib o'qishga qo'yib keldim. Shu bilan tugadi. Yana ishimga qaytdim. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda chiroq ishlayapti. Unchalik ham yomon emas. Mana shu yerda qolish mumkin va Masonning xonasi hammasi o'sha vaqtdagidek ajoyib. Bu yerda yana bir necha hafta qolishimga to'g'ri keldi. Chunki bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, bu yerda zulmat tonga otish kerak va mana shunga qarshilik ko'rsatmasam bo'lmaydi. Juda ham katta qurbonlar kelib chiqishi mumkin. Okey, qani mashinamni ko'raychi. Tak, irchagam qotib ketibdi. Davay, o'chil. Niva hali ham o'z joyida. Gap bo'lishi mumkin emas. Yadro energiyasida ishlaydigan Niva iloji bo'lganda har doim ishlatgan bo'lardim, ammo shaharda bunaqa bilan haydashga qo'yishmaydi. Afsus. Mayli, joyida tura qolsa, meni bu yerda topshirig'im boshqa va yangi keladigan masxarabozni kutib olishim kerak. 8 yil umuman mayda-chuyda vaqt emas. Okey, mana bu yerda bizning Steve. Hoy, Steve. Nima bo'ldi? Senikida qolsam bo'ladimi? Men uyimda balasi chiqib yotibdi. Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Chunki aytdim-ku, xullas yur, men senga mirdan uy olib beraman. Yo'q, ketdik. Ajoyib, davay. Men bu bilan birga qolaman. Menda qishloqda bo'lgan narsalarni aytib beradim desam, kel. Bo'pti. Janob mer, tanishing, bu mening do'stim. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Ancha vaqtlar avval qishlog'imizda yashagan edi. Xuddi shunday. Tushunarli. 2 qavatli uy shuniki. To'g'ri. Ajoyib. Unga uy bering. Kichkina uyni ola qolsin. Men ham o'sha haqida o'ylagandim. Yura qol men bilan. Katta rahmat janob mer. Ajoyib. Mana endi menga kichkina uyni berishadi. Mana bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu yerda yashashing mumkin. Tushunursan, lekin bu yer juda ham kichkina. Senikida qolsam bo'lardi. Yo. Mayli, yana ustimdan yopib ketdi. Okey, shu yerda qolishga majburman. Hech bo'lmasa bu yerda nimalar bo'lganini birga o'tirganimizda aytib beradim desam, yo'qligimda yo'q, aytib bermaydiganga o'xshaydi. Hammasini o'zim bilib olishimga to'g'ri keladi, lekin kutish kerak. Mayli, senga mos bo'lmasligini bilaman. Kel, endi uyingni tozalashni boshlaymiz. Eng boshdan shuni boshlashimiz kerak edi. Bu yerda ancha vaqt qolmoqchiman. Qancha? 1 oycha vaqt menimcha yetadi. Zo'r. Xo'sh. Yaxshi, bu yerlarni ham tozalash kerak. Men orqa taraflarni tozalayman. Okey. Tak, mana bularni ham olib tashlaymiz. Zo'r. Endi esa hamma lianalarni oshxonadan ham olib tashlab, Jennerson, o'rgimchak to'rlari xalaq beryapti. Yo'q. Birinchi mana shu to'rlardan qutulish kerak. Hoy, Jennerson, Steve. Men yordam ber, men tiqilib qoldim. Steve qayerdasan, Jennerson? Bo'ldi, tushib oldim, yaxshi. Endi esa Steveni topish kerak. Qayerga ketib qoldi yoki meni eshitmayaptimikan? Tushunmadim. Qani, orqa taraflarini tozalamoqchi edi, nima? Tozalamadi shekilli hech narsani. Tushunmadim. Okey, qani uyga boraylikchi. Umid qilamanki, sandig'idan biror narsa olsam xafa bo'lmaydi. Pichoq yoki qilich kerak menga. Tak, hoy Steve, shu eshik ochiq ekan. Dar. Nimaga uyimga kelding? Menga shunchaki pichoq kerak edi. Pichoq, o'rgimchak to'rlarini tozalayapman yoki qilichimi, farqi yo'q. Hozir. Menda bor edi, sen xavotir olma. Davay, men xursand bo'laman, shunchaki uyingda olmoqchi edim. Yo'q, uyimda yo'qman. O'zing bilan pichoq ham olib yuribsanmi? Ketdik, tozalashda davom etamiz. Yur. Mayli, aslo shoshma, menda ishim bor.
Eshikni qulflashni unutibdi. Hayronman, uyda nima tilla saqlab yuribdimi? Bunchalik xavotir olsa. Mayli. Tak, endi esa stop. Orqamda mayli, o'zini bilganini qilaversin. Men shunchaki uyimni tozalab olsam bo'lgani. Shu o'rgimchak to'rlarini olib tashlasam, bemalol yashasa bo'ladi. Qolgani bilan meni ishim yo'q va tashqarisidan ham ozgina bo'lsa ham mana bu lianalarni olib tashlash kerak. Shunda bu yerda bemalol yashashni iloji bo'ladi. Changni esa kechasi bilan artib chiqsam ham iloji yo'q. O'zimizni qulayligimiz uchun shu ishni qilishga majbur bo'lamiz. Afsus, men bilan birgalikda Mason yo'q. Mason bo'lganda esa albatta zo'r bo'lardi, lekin nima ham qilardim? Bir o'zimman bu safar. Mayli. Biram xotiralar jonga tegdiki, bu qishloq bilan bog'liq bo'lgan, lekin iloji yo'q. Ancha vaqtni shu yerda o'tkazdim men, Mason va Steve. Endi esa tushunmadim. Hoppa. Xima yo'q tuman. Yo'q, uxlab qolmagan bo'lsam bo'lgani ish qilib. Zulmat vasxodini o'tkazib yubora olmayman. Tak. Xo'sh. Okey, odamlar yo'q demak, hali uxlab qolganim yo'q. Ajoyib, odamlar yo'q degani zulmatda onga otishni endi boshlaydigan bo'lsa. Hoppa. Azob bilan o'lim topishga tayyorlan. Qo'lim qonga botgani va unda seniki ham bo'ladi. Qanchalik uzoq kutgandim. Qo'limda FP9 va uning o'qlari, nurga o'qitilgan. Davay, qoch. Lekin kech tushunib yetding. Bo'ldi, bu yerdan tinch keta olmaysan. Shoshma. Qochib ketaman deb o'ylayapsanmi? Rostdan nima? Yo'q, bu safar hech kim qochib keta olmaydi. Tushunsang kerak. Albatta, baribir qaytib chiqaverasizlar. Bu yerdan jahannamdan Jahannamdan tiriklar olamiga, lekin bu safar unday bo'lmaydi. Chugunli pichog'im bunga isbot. La'nati, nima uchun tuman tarqamayapti? Mayli, axir hozirgina o'ldirgan bo'lsam, birdaniga hammasi o'z joyiga qaytish kerak edi, Tak, stop. Nima? Steve, yo, bo'lishi mumkin emas. Nahotki Steveni qo'li bor bu ishlarda. Steve, tushunursan, Steve. Qochishga ulgurgan. Mana nima uchun menga uyga kirishga qo'ymagan ekanda? Bu yerda nima? Bu yerda bir gap bor, uyida nimanidir yashirgan va yashirgan narsasi menga yoqmasligi. Jinursan. Ani qo'li bor. Iflos. Bu ishlarni hammasini qilib o'zi qochib ketmoqchi bo'lgan. Tushunarli. Yo. Bu safar tak, stop. Menga instrumentlar kerak. Instrumentlar tezroq. Steve, umid qilamanki sen u darajada yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki Steveni o'ldirishimga to'g'ri kelsa, axir men uni har doim do'stim deb bilardim. Bu esa qilgan ishini-chi. Mana nima uchun uyga kirishimga yo'l qo'ymagan. Nima meni rasmim? Bunday bo'lishini istamagandim. Meni kechir, men majbur bo'ldim, lekin Jinurson, axir men ishongandim unga. Hamma sirlarni aytgandim. Zulmat haqida bo'layotgan ishlar, Femred korporatsiyasi va meni tarixim haqida. Bu esa shunchaki nahotki meni sotdi. Jinurson tiriklarni sotdi. Yo. Tak, endi tushunarli, bekorga televizor bu yerda turgani yo'q. Yo, eng boshdan bilgan hammasini, bu yerga kelishimni, altarini topishimni. Yo'q, jitel, agarda qo'lga tushadigan bo'lsang. Bo'ldi. Ajoyib. Yaxshi, minus. Axir men uni do'stim deb o'ylardim. U esa haqiqatni bilib turib bu ishlarga qo'l urdi. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki ichimizda ilon saqlaganmiz. Axir u Femredga ishga o'tishni orzu qilardi, lekin bizni sotdi. Tushunursan. Mayli. Janob Kuroga qo'ng'iroq qilishim kerak. Okey. Tak, raqami bor edi yoki saqlab qo'y. Yo'q, saqlangan ekan. Ajoyib. Xo'sh. Allo, janob Kuroyama, xullas, bilasizmi, pichoqni umuman kutilmagan joydan orqamizga suqishdi. Xullas, mening do'stim Steve bor edi-ku. Mana shu jin chaqirganga o'xshaydi va u qanaqangi jinligini bilmayman, lekin altarda meni rasmim edi. Femredga ishga o'tishni orzu qiladi menga o'xshab deb yurganing, balki bu orzu emasdir, balki bu hasad bo'lgan va Jinurson, agarda u yerda sening rasming bo'lganidan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri chaqirganga o'xshaydi. Lana o'chirib qo'ydimmi? Tushunmadim. Jinurson, endi bir o'zim jinga qarshi nima qilaman? Umid qilamanki, janob Kuroyama o'zi kelib qoladi. Aks holda, jinga qarshi tura olmasligim aniq. Yo'q, hattoki nurga o'qitilgan o'qlar ham olmaydi bularni. Okey, kutamiz. Qiziq. Balki jitelning kundaligidir. Yo'q, kundaligini tashlab ketmagan bo'lishi aniq. Tak.
Qolgan varaqlarda nima bor ekan? Xo'sh, hozir ko'ramiz va yo'q, hech narsa yo'q. Jennerson albatta nima ham bo'lishi mumkin. Olib ketish kerak bo'lgan hamma narsani olib ketgan, chunki qishloqda xunrezlik bo'lishini bilgan. Lekin men-ku to'xtatib qoldim. Ha, Zulmat Daydisni ammo hozirda rostdan motor keladigan bo'lsa, yomon bo'lishi aniq. Ammo nimaga bu yerga bu kitobni tashlab ketdi ekan? La'nati. Juda ham katta xatoga yo'l qo'yding sen. Meni qo'limni yo'q qilding. Bunisiga nima deysan? Nima? Ketiga ketsammi? Nur menga ta'sir qilmaydi, ahmoq. Endi nima bo'ladi? Yur men bilan. Jennerson. O'lamanmi? Ha, judayam azob bilan o'lasan. Meni qo'limni yo'q qilganing uchun judayam katta boj to'laysan. Agarda sir bo'lmasa, nima sen bir nima chekasanmi? O'zing nimaga bunaqangi g'alati? Bilmasam, axir men g'azabga nima. Tushunarli. Xullas, endi men seni o'zim bilan olib Yo'q, kelaman. sen bilasanmi? Men Femrate korporatsiyasi operatoriman va jahannamga ketishga tayyorman. U yerda ham senga o'xshaganlar. Tiriklar olamida har yerda men ko'p tegadi. Men esa tayyorman. Odamzod sharafi uchun jin bilan jang qilishga.